Hech qaysi krem yuzingizdagi ajinlarni 100% ga ketkazib bermaydi. Agar kim shunaqa desa, qoching bu odamdan. 100% ketkazib beradi qachonki siz botoks fillerlar orqali yuzingizga ignali muolajalar qilsangiz. Krem bo'lsa 50% dan 80% gacha yordam berishi mumkin. Meni qo'limdagi bu krem 80% yordam beradi. Zo'ra. Singan ajinlarni 50% ga, mayda ajinlarni to'liq yo'qotib beradi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, o'zi bu krem koreyaliklarning ham eng sevimli brendlaridan bitta, Genrex brendi. Tarkibida bir nechta vitamin komplekslar va peptidlar qo'shilgan va undan tashqari hujayralarni yoshartiradigan IGF peptid qo'shilgan tarkibiga va vitamin C bo'lganligi uchun faqat kechga ishlatishni maslahat beramiz. Bunda ham ampulamizda ham kichik dozada vitamin C bor. Ya'ni u peptidlar bilan birga ishlaganda juda ham mo'shin natija beradi. Nafaqat ajinlaringizga, balki yuzni tiniqlashtirishga ham ideal ishlab beradi. Aynan shu ikkita mahsulotimiz shanba kunigacha 20 ga tushadi. Faqat bilasiz, Genrex mahsuloti juda ham qimmat kirib kelgan bizga. Lekin shunda ham biz 20 ta mahsulotni sizlar uchun mega chegirmaga qo'shishga qaror qildik. Bizda chegirmalar 10-15% emas, mega degani bu 30% dan 45-50% gacha hattoki bo'lishi mumkin degani. Agar efirga kira olmasangiz, chegirmadan quruq qolib ketadi. Shuning uchun hoziroq Telegram deb yozing izohlarga, sizga havolani yuboramiz.